Real Madrid birinchi qadamni bosib berdi, endi esa Barselona bugun buni davom ettirishi kerak. Va agarda ideal holat bo'lib qoladigan bo'lsa-da, biz hali tarixda bo'lmagan o'yinni ko'rishimiz mumkin. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, hozir batafsil ma'lumotni tushuntirib beraman. Qarabsizki, Arbelo shogirdlari Manchester Cityni mag'lub etishganidan keyin chorak finalda Bavariyaga qarshi o'ynashadi. Va kecha aytib o'tganimdek, nemis jamoasi Realga tayyor emas. Bu tarafda esa bugun Barselona Toshkent vaqti bilan 1:00 da Newcastle ga qarshi o'z uyida o'ynaydi. Qisqacha ma'lumot, bu o'yinni qayerda ko'rishni bilmayotgan bo'lsangiz yoki de gollardan qolib ketishni istamayotgan bo'lsangiz, profilimizda Telegram kanal qoldirib ketdim. U yerda bu o'yinni tekinga jonli efirda bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Va agarda bugun Flick shogirdlari g'alaba qozonadigan bo'lsa-da, bu tarafdan Atletico, undan keyin esa ko'p ehtimol Arsenalga qarshi o'ynab, finalda ideal holat bo'lib qoladigan bo'lsa-da, Real Madridga qarshi o'ynashi mumkin. Bunaqa finalni menimcha barcha futbol muxlislari ko'rishni orzu qiladi. Sizcha? Yoki de finalda Arsenalni xohlaysizmi? Albatta fikringizni izohlarda yozib keting.